Dahshatli xabar. Namoz paytida masjid portlatildi. Nigeriyadagi masjidda 24-dekabr kuni kechki namoz vaqtida portlash sodir bo'ldi. Hodisa oqibatida kamida 7 kishi halok bo'ldi, 35 kishi jarohatlandi. Bu haqda Al Jazeera xabar berdi. Portlash mahalliy vaqt bilan taxminan soat 18:00larda Borno shtatidagi Maiduguri shahrida sodir bo'ldi. Politsiya matbuot kotibi Nahum Daso hodisani tasdiqlab, masjid joylashgan Gamboro bozorida portlovchi moddalarni zararsizlantirish bo'yicha maxsus guruh ish olib borayotganini aytdi. Qurbonlar soni borasida ma'lumotlar turlicha. Politsiya vakillariga ko'ra, hodisa oqibatida 5 kishi halok bo'lgan, biroq masjid rahbari Ma'lam Abuna Yusuf kamida 8 kishi o'lganini ma'lum qildi. Mahalliy politsiya yetakchisi Babakuro Kolo esa bu raqamni 7 ga yetkazgan. Portlash sababi hozircha aniqlanmagan, ammo hodisa so'nggi qariyb 20 yil davomida Boko Haram va uning hududdagi bo'linmalari faol mintaqada yuz berdi. BMT ma'lumotlariga ko'ra, 2009-yildan buyon davom etayotgan qurolli to'qnashuvlar kamida 40 ming kishining hayotiga zomin bo'lgan. Qariyb 2 million odam esa o'z uy-joyini tark etishga majbur bo'lgan. So'nggi yillarda zo'ravonliklar kamayganiga qaramay, ular qo'shni Niger, Chad va Kamerun hududlariga ham yoyilgan. So'nggi yillarda nisbatan osoyishta bo'lib kelayotgan Maiduguri shahrida oxirgi yirik hujum 2021-yilda qayd etilgan. Boko Haram 2009-yilda Borno shtatida qo'zg'olon boshlagan bo'lib, uning maqsadi islomiy xalifalik barpo etish edi. Harbiy amaliyotlar va mintaqaviy hamkorlikka qaramay, Nigeriyaning shimoli-sharqiy hududlarida vaqti bilan sodir bo'layotgan hujumlar tinch aholi xavfsizligiga hanuz tahdid solmoqda.